O, mani to'yim. Gaz taqdim, soat taqdim. Hammasini kiydim. Aka meni videoga oling. Meni videoga to'yim bo'lyapti. Oy, shoshilma, patarlama, ey. Qo'liqmi? Mollaga qaradim, o'tlarni o'rdim, nima esimdan chiqdi? Bugun seni to'ying shu esingdan chiqdi. Men to'yman bugun. To'yga shunday bo'lsam bo'ladimi, ona? Hatta Sparkga kiyib olgin. Asta! Voy, jinni bo'laring. Dada bu moda-ku, hamma shuni o'ynayapti hozir. Jo'ralaring bugun to'yingga keladimi? Ha, keladi, men ularni to'yga borganman-ku. 10 yil oldin. 10 yil bo'ldimi? 20 yoshga o'tizga kiribman. 200 ming talla bor, 100 ming talla hammasi joyida. Menga qara, umuman 50 ming talla bermalaring. Kamida 100 ming talla berlaring. Men uyalaman. Ana, qistir pul bor, zo'r bo'ldi-da. Menga qara, men sochim chiqib olyapti. Nima qilsam bo'ladi? Men shu O'g'lim ke choy ichib ol. oy ulgurmayman, o'zi ko'ngilga ovqat chiqadimi? Tez bor, kelib olib kelgin. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Keyin ovqatingni yeb ol. Choy ichib o'tirishga nima gap bor? O bugun to'ying seni ulgurmaysan. Hozir dada iqror boshlanibdi, ko'rib olay, chiqaman. Mana ichingga tiqilgan odam sharmanda qilasan. Seni kastiming qani? Voy, kuyov bola, nimaga kirmoqchidan xalq qo'ymading? Voy, esdan chiqibdi-ku. Ama qudalarni oldi, uyalamanu, qudamni kirmoqchinasi yo'q ekan demaydimi? Dada ketdik ishonchga. Dada, ishonch do'konlarida 3 kun 2 tekin aksiyasi yana qaytdi. Qanaqa ekan u? Ishonch do'konlaridan istalgan mahsulotni boshlang'ich to'lovsiz muddatli to'lovga xarid qilamiz va ikkinchisini mutlaq tekinga olib ketamiz. 6 kilogrammli avtomat Avalon quyish mashinasini olsak, valna sovutgichi tekinga. Artel konsolini olsak, 32 talik Artel televizori tekinga. Artel sovutgichini olsak, 32 talik premium televizor tekinga. Zo'r-ku. Dada, tezroq olaylik, to'yga kech qolamiz. Tugadimi seni iqroring? Tugadi, dada, tugadi. Hozir taqdirlarni ham bitta ko'rib chiqaman, dada. Qoch oldimdan. O'zini met qilasiz?